nega pul hurmat olib kelmaydi? Judayam ko'p odamlardan eshitgan bo'lsanglar kerak, pulingiz bo'lmasa hech kim sizni hurmat qilmaydi. Ya bo'lmasa pulingiz bo'lmasa siz hech kimga, nafaqat hech kimga, balki ota-onangizga ham kerak emassiz degan gaplarni eshitgan bo'lishingiz mumkin. Misol uchun shu paytgacha men ham juda ko'p mana shu gaplarni haligacha eshitib kelaman. Ey aka, pulingiz bo'lmasa hech kim sizni hurmat qilmaydi. Hozirgi zamonda odamlar pul bilan haligi betesiga qaraydigan bo'lgan, ishi siqib berayotgan bo'lgan, bo'lishi mumkin, lekin u tushunishimiz kerak, haqiqiy hurmat emas. Ya'ni pulni orqasidan kelayotgan hurmat u vaqtinchalik narsa. Bilish kerak, hamma narsani biz bilamizki oxiri bor. Ya'ni mana bu mansabni ham, yaxshi hayotni ham, katta-katta kelib turadigan pullarni ham biling, bir vaqti bor, ular qachondir tugaydi. Chunki odam shunaqa bo'ladi, haligi paqqa etib ishi yurishni boshlagandan keyin juda ko'p pul kelishni boshlaydi. Pul oqib keladigan paytlar bo'ladi o'zi erkak kishining hayotida. Va o'shanda juda ko'pchilikda qiladigan xatosi, ular ertaga ham shunday bo'ladi deb o'ylashadi. Pulning orqasidan kelayotgan sharoit, bo'layotgan izzat, ikrom, hurmat hammasi oxirgacha bo'ladi deb o'ylaydi, lekin bilmaydiki, bu o'sha sinovning bir ko'rinishi xolos. Pul kelgan payti, katta pullar kelgan payti siz shunchaki sinalayotgan bo'lasiz xolos. Biz tushunishimiz kerak, agar hurmat pullarga quriladigan bo'lsa, agar faqatgina boy, mansabi baland, qanaqadir tadbirkor, millioner bo'lsamizgina odamlar hurmat qiladigan bo'lsa, unda tushunish kerak, boylik, katta pullar bu hammaga ham beriladigan narsa emas. 1% odamlargina o'ziga to'q va undan ham yaxshiroq sharoitda yashayotgan odamlar. Bilsanglar kerak, eshitgan bo'lsanglar kerak, haligi 1%li odamlar degan gaplar bor. Agar mana shu narsa rostdan ham haqiqat bo'lganida, odamlar faqat pulingizdan sizni hurmat qilayotgan bo'lganida, bu hech kimni mana bizni o'zimizni, hech qaysi birimizni haligi hurmati baland odam bo'lishga shansimiz, imkonimiz, imkoniyatimiz bo'lmasdi. Siz tushunishingiz kerak bo'lgan narsa, odamlar pulingizsiz ham sizni hurmat qilishadimi? Albatta. Buning uchun tushunishingiz kerak bo'lgan narsa, siz birinchi navbatda o'zingizni hurmat qilishni boshlashingiz kerak. Ya'ni odamlar kimlarni hurmat qiladi? O'ziga ishonchi baland bo'lgan odamlarni. Ishonchi baland odamlar qo'rqmaydimi? Bir xil paytlarda stresslarga tushmaydimi? Tushadi, ular ham sizga o'xshab stresslarga tushadi. Ular ham sizga o'xshab ba'zi paytlarda nima qilishini bilmay ikkilanib qolishadi. Lekin baribir ko'plarga o'xshab haligi stressga berilib, hissiyotlarga berilib, noto'g'ri qarorlarni qabul qilmaydi, balki o'sha sovuqqonlik bilan, shoshmasdan, o'sha nimalarni o'lchamlarga qo'yib ko'rib, taroziga o'lchab ko'rib, keyin sovuqqonlik bilan qaror qabul qilishadi. Mana ularni o'sha ustun tomoni, farqi boshqalardan. Ya'ni biz ana o'sha narsani o'rganishimiz kerak. O'zimizni hurmat qilishni va o'zimizga bo'lgan ishonchni oshirishimizni. Ko'plar aytadi, Xudo bermasa duxti deydi, berilmaydi. Yo'q. Hamma bir xil tug'iladi. Onasini qornidan tushunish kerak. U o'ziga bo'lgan ishonch keyin shakllanadigan narsa. Siz faqat o'sha peshanangizdagi taqdir bilan tug'ilishingiz mumkin. Qayerda tug'ilishingiz, qachon o'lishingiz va peshanangizdagi taqdir bilan mana shu aniq narsalar bilan tug'ilasiz. O'ziga bo'lgan ishonch, baland, past bo'lishi u keyin shakllanadigan narsa. Shuning uchun birinchi navbatda biz tug'ilishimiz kerak bo'lgan narsa bu o'zimizga bo'lgan ishonchni oshirish va o'zimizni hurmat qilishni o'rganish. Agar sizda mana shu narsalar bo'yicha muammolar bo'layotgan bo'lsa, meni bu bo'yicha qilgan qo'llanma darsligim bor. Siz uni o'zingizga qulay bo'lgan vaqtda o'rganib borishingiz mumkin. To'liq ma'lumotni bilish uchun mana men videoni izohlarida, opisaniyasida, kommentariyalarda o'sha Telegramimni yozib qoldirman. O'sha yerga qo'llanma haqida bilmoqchiman deb yozsangiz, men sizga ma'lumotlarni jo'nataman. Buguncha shular. Hammaga rahmat.